Xo'sh, avvalroq video obzorlarimda men sizlarga ishlab chiqarishimiz bor deb ko'rsatgandim. Bugun ham shu ishlab chiqarishlarimizdan kvarts lampalarimizni video obzorini ko'rsatmoqchiman sizlarga. Kvarts lampalarimiz bir 3 xil yo 4 xil yo 5 xil usulda ishlab chiqazamiz. Mana bu yerda mana bunaqa bittaligi bor, g'ildirayli, chiroyli, mana bunaqa ikkitaligi bor. Bularni ko'proq meditsina muassasalarida, xonalarga olishyapti. Bemorni kirishidan bir 20 minut oldin, bir 10 minut, 15 minutga yoqib qo'yishadi yoki bog'chalarda yoki o'quv muassasalariga olishyapti. O'quvchilarni yoki bog'cha bolalarni xonaga kirishidan bir 20 minut, 15 minut oldin, bir 10 minutga yoqib qo'yishadi. Bu narsa xonalarni bakteriyasizlantirib, mikrobsizlantirib, toza holatda ushlashda yordam beradi. Nima gapingiz bor? Mana ketyapman esdan chiqqanimda. Gapiring, qo'sh. Bundan tashqari yana bittalik kvarts lampalarimiz bor, Nastemni. Bundan tashqari yana 3 taligi bor. Buni ham murojaat qiling, qilib beramiz. Mana shunaqa esdan chiqqan joylarini sheriklarimiz chiqib gapirib turishadi sizlarga. Agar mahsulotimiz sizga qiziq bo'lsa, kommentariyaga plyus deb yozing, biz sizga narxini yozib yuboramiz. Alo deng. Tezroq kelishamiz. Stop.